Yo, assalomu alaykum jigarlar, tuzimsizlar, joninglar sog'mi? Sizlar bilan korrochi pubik. Sizlar bilan ko'rishib turgandan xursandman. Bu videomiz qisqacha lo'nda video bo'ladi. Jigarlar, sizlar maslahatlaring kerak вообще. Xo'sh, qani bo'lsam video boshladik. Buni X kostyumni ochdim jigarlar. Kostyumni ochdim, 500 ta monetka borda, o'sha 500 ta monetkaga buni Fravnda ryukzagini olganim yaxshimi? Fravnda ryukzagini olganim yaxshimi? Yoki kompaniyonni olganim yaxshimi? Nimani olay ekan deb bosh qotib qoldi boru. Yoki birorta X kostyumni 2 qilib yuboraymi, Fravnni 2 qilaymi? Buniga ham 2 qilgani yetadi, bemalol. Turistga ketarkan 2 qilishga, Fravnda ham 2 qilishga turist turtda ketar ekan. Jigarlar, вообще yordamlaring kerak. Nima qilganim yaxshi? Ajoyib qaytarma, yana 600 yuz ishlatsam 2 ta kristal berar ekan. Xo'sh jigarlar, kommentariyaga yozinglar, nima qilay jigarlar? Nima qilganim yaxshi? 500 ta monetka bor mana. 500 ta monetkani nima qilganim yaxshi? Kompaniyonni olsam bo'ladi. Maytdan birorta mifikda olsam bo'ladi. Betdan ham mifiklarda olsam bo'ladi. Mifiklar ham qandaydir yoqmadi-da boru. Lekin popga ajalidan-da, lekin turishini qaranglar popkani. Ikkisi ham qattiq u вообще. Xo'sh jigarlar, sizlar kommentariyalar men uchun muhim. Telegramga ham o'tib olamiz, UC servis ochganmiz. Begona bo'lmasdan o'zimizni olaverasizlar. 100% ishonchli, o'zim garantiya beraman jigarlar. Sog'inglar jigarlar, kommentariyalarni kutib qolaman.